Dastlab Anbar ona Sulaymon Boqirg'oni, ya'ni Hakim otani turmush o'rtoqlari bo'lgan, zavjalari bo'lgan. Endi Hakim ota Zangi otani ustozlaridan bo'lgan. O'z davrida Hakim ota o'sha Sulaymon Boqirg'oni nom bilan misralar, g'azallar yozgan, o'zini o'sha hayotini nimalikda o'tkazgan, zohidona turmush kechirgan. Xorazm tomonlarga borganda o'sha davrda Xorazm xoni Burroxon bunga bo'lgan muhabbati tufayli saroyda emas, o'sha yaylovda Hakim ota yurgan o'sha yashagan joyda chodirlarni ko'chirib shu yerga kelgan. Va Hakim otaga bo'lgan tom ixlosi, muhabbati bilan o'zini qizi Anbar onani, Anbar bibini Hakim otaga nikohlab bergan. Ana endi bu to'g'risida juda ko'plab ma'lumotlar keladi. Faxriddin al-Safiylar shahoatida ham keladi. Rivoyatlar kelgan bu to'g'risida. Anbar ona bir kun oynaga qarab turib, endi malika bo'lgan, Burroxonni Xorazm xonining qizi bo'lgan, go'zal bo'lgan, chiroyli bo'lgan. Shunda oynaga qarab turib, menday shunday bir malika, bir cho'ponga, bir qop-qora bir badbashara cho'ponga turmushga chiqdimmi degan o'y qalblardan o'tadi. Va mana shu o'tgan o'y Alloh taoloning irodasi bilan Hakim otani ham qalbidan yetkaziladi. Hakim otadan o'tadi. Hakim ota shunda uyga kelishlari bilan, eshikni ochishlari bilan siz ko'p xafa bo'lmang, men o'tib ketaman. Mendan keyin mendan ham qora bo'lgan bir insonga turmushga chiqasiz. U uzoq Shosh viloyatidan, Toshkent muzofatdan keladi degan gaplarni aytganlar. Anbar ona hayron bo'lgan. Yillar o'tgan, vaqt o'tgandan keyin Hakim ota dunyodan o'tgan. Ana endi o'sha paytda bu voqealar Zangotadan ham xabardor bo'lganlar. Zangota Anbar onani o'sha Hakim ota vafotidan keyin idda muddati o'tgandan keyin, ya'ni 3-4 oy o'tgandan keyin Xorazmga boradi. Xorazmga borib odam qo'yadi, mana shu gapni yetkazgan paytda Anbar ona shundoq qarab, nima deyapsan degan paytda, shundoq qaragan paytlarida bo'yinlari qiyshayib qoladi. Allohning qudrati bilan mana shu bo'yin qiyshayib qoladi, joyiga tushmaydi. Taqdirga tan berganlardan keyin bo'ldi, endi men hayotim shu bilan bog'liq ekanman deganlardan keyin bo'yinlari yana joyiga tushadi. Va ana shundan keyin Anbar ona Zangotani nikohiga o'tib, o'sha Xorazmdan Toshkentga kelib, keyingi hayotlarini mana shu Toshkent muzofatida Zangota bilan birga o'tkazishgan, farzandlar ko'rishgan. Anbar onani hattoki shu darajada rivoyat darajasiga olib chiqib, Bibi Seshanba ona degan darajagacha yetgan bir xurofot darajasiga ham olib chiqib qo'yishgan. Endi bu yerda asl diniy e'tiqod bilan o'sha xurofotlar o'rtasida aniq chegara bor. Anbar ona hech qanday Seshanba ona vazifasini bajarmagan.